Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Hormanglar, charchamayapsizlarmi? Bugun superlativ, adjektiv haqida gaplashamiz. Oldingi darsimizda komparativ haqida gaplashgandik. Demak, superlativ, adjektiv nima? Bu orttirma sifatlar. Sifatlar bo'lib, ya'ni orttiramiz. Misol uchun eng katta, eng kichik deb englar bo'ladi faqat. Qanaqa bo'ladi? Demak, o'sha sifat bir bo'g'inli bo'lsa, biz unga birinchi boshida s qo'shamiz, keyin o'sha sifat yozib ketamiz va oxirsida s qo'shamiz. Qoida shunaqa, bir bo'g'inli bo'lsa. Misol uchun the biggest deymiz. Mana big degan sifatni qo'shib eng katta degani bu. Yoki the smallest deyman. Bu eng kichik degani. Tushuntiradimmi? Bir bo'g'inli bo'lsa z va s qo'shiladi. Demak, ko'p bo'g'inli bo'lsa biz birinchi the most, keyin o'sha sifatni yozib qo'yamiz. Bo'ldi. The most nimadir? Misol uchun the most expensive deymiz. Eng qimmat degani. Yoki the most beautiful. Eng chiroyli degani. Endi gap tuzib ko'ramiz bir bo'g'inlilarga. Misol uchun misol uchun Eiffel is the tallest building in France deymiz. Fransiya Eiffel minorasi Fransiyadagi eng uzun bino deyapmiz. Bo'ladi. Tushuntiradimi? Keyingisi mana superlativ ko'p bo'g'inliga qo'shsak, misol uchun aytaman, iPhone 17 Pro Max is the most expensive phone in the world deyman. iPhone 17 Pro Max dunyodagi eng qimmat telefon deyapman. The most expensive deb qo'shdim. Sifat shunaqa bo'ladi. Superlativ, adjektiv. Mana bo'sh joylarga sifat qo'yasizlar deb tushuntiradimi? Oson. Hammasi faqat ko'proq o'sha tabiiy gaplar bo'ladi bular hammasi. Hammaga rahmat, keyingi darslarda ko'rishguncha.